176 kvadrat 5 xonali kvartiramiz bugun obzorimizda bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Juda ham chiroyli xonadonimizda. Narxi juda ham idealni. Dvorimizni ko'ryapsizlar. Yashillikka juda ham boy, detskiy plashatkalarigacha bor. Zakrytый dvor 24/7 ahram sizni qorovullab himoya qilib turadi do'stlar. Endi bizda uyni ichkarini ko'rsataman. 5 xona va terrasadan iborat. Uyimizning narxi 295 ming, narxi juda ham arzon narxda. Bu xonani nimalar kiradi, bu narxni tushuntirib beraman. Qani ketdi. Uyimizga ichiga kirib oldik. Endi birinchi oshxonadan boshlaymiz. Kelinglar. Oshxonamiz agar yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Oshxonani kattaligini ko'ryapsiz, pashti 7 metrdan oshovroq. Bu yoqda yaxki o'tiradigan zonamiz bor. Oshxonada bunday katta bo'lganligi juda ham yaxshi, chunki oshxonada ko'proq vaqt o'tadi. Bu 6 talik persinli stol stul bor. Bu yoqda oshxonamizda tosh qilingan. Bu yerda nimamizda, stiralkamizda, посудомойка, холодильнигimizda hamma narsamizda qilingan. Bu yoqda texnikalarimiz joylashgan. Bu yoqda boiler sistemasi bor. Bu yoqda esa terrasamiz bor, azizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Terrasani ham qarang, kattagina, maza qilib bu yog'i suv, kechki salqinda maza qilib o'ylayman shu joyda choy ichib o'tirsangiz bo'ladi. Bu yerga mangallar qo'ysangiz bo'ladi. Yana bu joyda mana bitta kiradigan yana bitta joyimiz bor, xonamiz bor. Bu joyni bo'sh qoldirganmiz. Xohlasangiz spalni, xohlasangiz ofis qo'ysangiz bo'ladi. Chunki 5 xona bo'lganligi uchun bu joyni pustoy qoldirgan. Mana shkaflardan iborat bu yerda katta shkaf va oshxonadan kirib chiqadigan eshiklari bor do'stlar. Endi kelinglar, men tezlik bilan qolgan xonalarni ko'rsatib beraman. Shunaqa kvartira qarayotgan yaqinlaring bo'lsa, maksimal tarqatib qo'yinglar. Chunki bu uyimizning narxi juda ham zo'r. Prestige Gardens Yakkasaroy rayoni Shotursti uylarda joylashgan. Bu birinchi sanuzilimiz bo'ladi. Sanuzil ko'rishingiz mumkin. Vanna qilishgan. Pastlari 12 toshdan qilingan. Patologimiz ham balandgina, ancha ham. Hamma eshigimizda skrit eshiklar qilingan. Bu bitta detskiy xonamizda yuni qilingan. Xohlasangiz qizlar, xohlasangiz o'g'il bola farzandingizga bersangiz bo'ladi. Bu esa yana bitta gostinniy spalnimiz bo'ladi. Bu yerda ham hamma narsa jihozlab qo'yilgan. Konditsionerdan tortib, shkaf, parda-marda hamma narsasi bor. Uyimizda skvoznoy, tarkiblarimizda 1-2 yo'lkali tarkiblar qilingan. Bu yoqda esa kattagina zalimiz bor do'stlar. Mebellarimizda hammasi turetskiy qilingan. Bu yoqda stol stul zonasi, bu yoqda mягкий zona va bu yoqda esa mana ko'rishingiz mumkin. Kelinglar, ko'rsatib beraman. Juda ham kattagina balkonimiz bor. Alohida yana balkon. 176 kvadratdan tashqari katta balkonimiz bor. Yo'lga qaragan, kechki salqinda maza qilib balkonda o'tirsangiz bo'ladi do'stlar. Endi kelinglar, spalni, master spalni ko'rsatib beraman. Master spalnimiz bu yerda hamma narsa tayyor, o'zini sanuziliga ega do'stlar. Xo'p, buni svetini bitta yoqib ko'rsatib beraman. Mana marhamat. 5 xona 176 kvadratni tashkil qiladi. 4 ta spalni, bitta zal va bitta kattagina oshxonadan iborat do'stlar. Shoshilinglar, uyimiz narxi 295 ming so'raymiz. Sunnatiga ozgina o'tib beramiz. Prestige Gardens'ni просто отдел продажаdan so'rasangiz ham kamida 1800-2000 dan sotib turgan. Lekin uyimiz hozirgi narxi undan-da arzon. Shunaqa kvartirani olib qo'ysangiz hech qachon yutqazmaysiz do'stlar. Hammalarni yaxshi ko'raman. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog' salomat bo'ling. Men ketdim. Xayr.